Assalomu alaykum. YouTube kanalimdan kuzatayotgan obunachilar, endi kuzatayotgan insonlar. Yevropaning Bolgariya davlatida ish e'lonlari, vakansiyalarimiz to'planib qolganligi uchun YouTube kanalimga qo'yapman. Ayollar va erkaklar uchun ishlarimiz bor. Oylik maoshlarga keladigan bo'lsak 700 yevrodan 2000 yevrogacha ishga qarab. Hozir bir boshdan xudo xolasa hammasini A'dan B'gacha tushuntirishga harakat qilaman. Vaqtlaring bo'lsa bemalol ko'rishlaring mumkin. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Agentimiz tashlab berdi. Hozirgi vaqtda hammasi faol. Bir boshdan o'qib beraman, yodlamadim. Tayyor bo'lsalaring boshlaymiz. Xo'p. Birinchi ishimiz erkaklar va ayollarning kiyimini tikish ekan. Ish joyi Safiya, Bolgariyada. 5 ta odam kerak. Erkak va ayollar ishga olinar ekan. Ish nimadan iborat? Turli tikuv mashinalarida ishlash, erkaklar va ayollar kiyimlarining turli qismlarini tikish, tikuv avtomat va qo'lda kashta tikish mashinalaridan ham foydalanilar ekan. Buyurtmalarni belgilangan namuna va sifat talablariga muvofiq bajarish, har bir buyurtmani boshlashdan oldin qanday tikilishi bilan tanishish, ish joyida tartib qoidalariga, xavfsizlik talablariga rioya qilish, ish vaqtini planshet orqali elektron hisobga olish ekan. Ishlab yurganlar bo'lsa kerak. Ish vaqti 8 soat, bir kunda 8 soat ekan. Dushanbadan jumaga. 5 dan ertalab 7 dan kechqurun 15:30 gacha ekan. Grafik bo'yicha 2 hafta ham ishlanadi. Ikkita shanbada ham ishlanar ekan. Uzr, xullas ikkita shanba ishlasangiz bo'lar ekan, xohlasalaring. Shu bir oyda 4 ta shanba bo'lsa, ikkitasi ishlasangiz bo'lar ekan. Oylik maosh 644 yevrodan 1030 yevrogacha ekan. Buyurtma, maosh shaxsiy ishlab chiqarish unumdorligiga qarab belgilanar ekan. Buyurtmaga qarab belgilanib ketaverar ekan. 644 dan 1030 yevrogacha bo'lyapti. To'liq ishlagan oy uchun 100 yevro oziq-ovqat vaucheri berilar ekan. Bir oyda ishlasang 100 yevrolik oziq-ovqat vaucheri berilar ekan. Shartlari: ish muddati 3 yil, sinov muddati 6 oy, ma'lumoti o'rta, tikuvchi sifatida kamida 3 yil tajribali. Erkak va ayollar kiyimini tikishni bilish kerak ekan. Qisqa qilib aytganda, yaxshi biladigan kamida shu 3 yil tajribasi bor odam kerak ekan. Birinchisi tugadi, ikkinchisi o'tadigan bo'lsa, yo'l qurilish texnikasi operatori kerak ekan. Ish joyi Safiya, 2 kishi kerak. Ish nimadan iborat? Yo'l qurilish texnikalarini boshqarish, bobkat bilan ishlash ekan. U texnikani tushunadigan bo'lsa kerak. Asfalt yotqizuvchi texnikani boshqarish, katok bilan ishlash, qurilish materiallarini bobkat yordamida tashish, yo'l asosini tekshirish, asfalt yotqizish va zichlash ekan. Asosiy ishlar martdan noyabrgacha bajarilar ekan. Qolgan vaqtda boshqa topshirilgan ishlarni bajaraverar ekansiz. Asosiy ishlar yo'l qurish martdan noyabrgacha, undan keyin to'xtab qolmaydi, boshqa ish bor, o'sha kompaniyaning o'zi boshqa ish topib beradi, ishlayverasizlar. Ish vaqti ertalab 8 dan kechki 17:00 gacha ekan. 6 ga 1 ishlanar ekan. 6 kun ish, 1 kun dam ekan. Maosh 1717 yevro. Talablar: erkak 25 yoshdan 50 yoshgacha. O'rta ma'lumot, yo'l qurilish texnikasi bilan kamida 1 yil tajribasi bo'lishi kerak ekan. Tegishli texnikani boshqarishni bilish, haydovchilik guvohnomasi, traktorchi, mashinist guvohnomasi, o'rta maxsus kollej, universitet diplomi kerak bo'lar ekan. Mana haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, menimcha traktornikini ham so'rayapti. Ixlos kerak ekan. Boshqa ishlar, boshqa ma'lumotlarga kelsak, ish muddati 3 yil ekan. Sinov muddati 6 oy. Mehnatsevar, halol va intizomli bo'lish kerak. Qisqa aytganda, botkat, asfalt texnikasi yoki katok boshqarishni biladigan odam uchun maosh 1717 yevro. Akusherka, tug'ruq bo'yicha tibbiyot xodimi, o'sha tug'ruq bo'yicha tibbiyot xodimi kerak ekan. Safiyada kerak 4 ta ayol kishi kerak ekan. Nima ish qiladi? Homilador ayollarga akusherlik yordamini ko'rsatish, tug'ruq vaqtida yordam berish, tug'ruqdan keyingi davrda ayollarni kuzatish, shifokorga yordam berish, tibbiy hujjatlarni yuborish ekan. Ish vaqti to'liq ish kuni deb yozib qo'yibdi. Xullas kalom aytdim, 8 soat, 10 soat ishlanadi. U ham shu 6 ga 1. Oylik maoshga keladigan bo'lsak $820 deb yozib qo'yibdi. Mukofot ham oy bo'limning ishlab topgan daromadga qarab beriladi. Xullas kalom bir oyda mukofot puli ham bo'lar ekan, shu ishlab topgan daromadga qarab berishar ekan. Talablar: ayol o'rta maxsus professional tibbiy ma'lumot, mutaxassisligi akusherlik ishi, kamida 1 yil tajriba bo'lsa afzal, mehnatsevar, halol va intizomli bo'lish kerak ekan. Hop, boshqa ishlar, masalan, boshqa narsalarni yapti. Ish muddati 3 yil, sinov muddati 6 oy, jismonan va ruhiy jihatdan sog'lom bo'lishi talab qilinadi. Hop, to'g'risiga o'tadigan bo'lsak, ish Safiyada 5 kishi kerak ekan, erkak kishi 25 yoshdan 50 yoshgacha, yo'llarni ta'mirlash va saqlash ishlari ekan. Bu ham shu yo'lda ekan. Kompaniya avtomagistral yo'l va aeroport uchish, qo'nish yo'llarini qurar ekansizlar. Hop, ish nimadan iborat? Asfalt yotqizish uchun yo'l asosini tayyorlash, maxsus mashina yordamida emulsiyalash. Tushunayotgan bo'lsalaring kerak, men tushunib olmayman. Emulsiyalash ekan xolos. Asfalt qoplamasini vibrovka va vibratsiya bilan yordamida yotqizish ekan. Bordi yo'llar o'rnatish, bordiyorlar o'rnatish ekan. Yo'l belgilarini o'rnatish, beton plitalar o'rnatish, martdan noyabrgacha asosiy qurilish ishlarida ishlash. Bu ham shu martdan noyabrgacha ekan. Undan keyin qolgan vaqtda boshqa umumiy topshiriqlar berilar ekan. To'xtab qolmaysiz. Ish vaqti 8 dan 5 gacha ekan. Ertalab 8 dan 17:00 gacha, 6 ga 1 grafika. 6 kun ishlab bir kundan maosh 1395 yevrodan 1459 yevrogacha ekan. Talablar: erkak 25 yoshdan 50 yoshgacha, o'rta ma'lumot, asfalt va yo'l qurilishida kamida 1 yil tajriba, jamoa bilan ishlash, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, jismonan chidamli bo'lish, har bir ob-havo sharoitida ham ishlash. Har xil ob-havoda ham ishlar ekansizlar. Oddiy qo'l va mexanizmlashgan asboblar bilan ishlash. Hop, ish muddati 3 yil, sinov muddati 6 oy, mehnatsevar va halol intizomli bo'lish kerak ekan. Hop, qisqa qilib aytganda shu asfalt kerak ekan. Mana bu ish nima ekan bu? Hop, konevod, ot boqar ekan, kechirasizlar. Ot boqar ekan. Ish joyi Safiyada 3 kishi kerak ekan. Ish nimadan iborat? Otlarni parvarish qilish, har kuni otlarni oziqlantirish va suv berish, otxonalarni va atrofni tozalash, otlarni
tarash, yuvish va tashqi ko'rinishiga qarash, hayvonlarga sog'liqni kuzatish, veterinariya ko'rigiga yordam berish, otlarni minish yoki mashg'ulotga tayyorlash, agar egar va jilovni tayyorlash, otlarni sayrga yoki yaylovga olib chiqish, matbejni tozalash va tekislash ekan. Manejni tozalash va tekislash, otxona atrofini toza saqlash, ot anjomlarini tartibga keltirish, yaylov va to'siqlarni parvarish qilish. Hop, ish vaqti to'liq shu bir kunda ishlar ekan, 8 soat, 10 soat ishlar ekansizlar. Oylik maosh keladigan bo'lsa 2000 euro oylik maosh. Yangi yilda bonusi bo'lar ekan. Talablar taxminan 28 dan 45 yoshgacha. Asosiy o'rta ma'lumot. Otlar bilan ishlash tartibini majburiy bilishlari kerak ekan. Otlarni boqish, sug'orish, tozalash, parvarishlashni bilishlari kerak ekan. Asosiy shu otni adam boygacha bilishlari kerak ekan. Otbaqar bo'lishlari kerak ekan, otga qarashlari kerak. Xullas 2000 euro oylik otbaqar ekan akalar. Endi keyingi ishga o'tadigan bo'lsak, hop, sut ishlab chiqarish texnologiyasiga sut kerak ekan, sut zavodga. Ish joyi Bolgariyada, kerakli ishchilar soni faqat bitta odam so'rayapti. Asosiy vazifalar sut mahsulotlarini ishlab chiqarish, texnologiyasi bilan ishlash, ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilish va nazorat qilish, mahsulot sifatini nazorat qilish, sanitariya va oziq-ovqat xavfsizligi talablariga rioya qilish, ishlab chiqarish uskunalari bilan ishlash, ishlab chiqarish jarayonini boshqarish. Kameraga qaramayotgan bo'lsam, to'g'risini o'qib beryapman. Ish vaqti 5 kunlik, 5 kun ekan ish haftasiga, xullas kalom. Dushanbadan jumagacha, ertalab 8 dan kechki 15:00 gacha ekan. Maosh 1400 euro, ya'ni qo'lga tegadigan oylik 1400 euro ekan. Shartnoma muddati 6 oy, mukofot qo'shimcha vazifalarni bajarganda beriladi. Qo'shimcha vazifalar bajarsan qo'shimcha pul berar ekan. Nomzodga talablar xullas 23 yoshdan boshlanar ekan. Oziq-ovqat sanoati, oziq-ovqat texnologiyasi yoki tegishli mutaxassislik bo'yicha oliy ma'lumot. Oziq-ovqat sanoati, oziq-ovqat texnologiyasi yoki tegishli mutaxassislik bo'yicha oliy ma'lumot, kamida 1 yil tajriba deb qo'ydi. Diplom so'rayapti, endi bu yerda yozilgan, uni gaplashib hal qilsa bo'ladi. Diplom yo'q bo'lsa ham, tajribangiz bo'lsa bo'ldi. Kerakli bilim va ko'nikmalar sut mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiya bilan xullas apparatlarda ishlashtirish kerak ekan-da. Vijdonan halol, mehnatsevar odamlar kerak ekan. Xo'p, undan keyin ishga o'tadigan bo'lsak, svarkachi. Hop, ish 6 ga 1, xullas 6 kun ish, 1 kun dam. Zavodda ekan ish, katta kichkina zavodga o'xshagan joylarda shu payvandlash ishi svarka. Oylik maosh 1,5 euro oylik maosh, xuddi shunday 6 kun ish, 1 kun dam. 3 yillik shartnoma bo'yicha kelasizlar. Yotoq joy bilan ta'minlaydi. Hozir aytib o'tgan joylarning hammasi yotoq joy bilan ta'minlaydi. Ovqat bilan ba'zi birlari ta'minlaydi, ba'zi birlari ovqatni yey olmasliklari mumkin, chunki men hech kimga ovqat bilan ta'minlaydi deb ayta olmayman. Chunki bizga alohida qozon qaynatmaydi. Hop, shu. Xullas, mavzudan chetlashib ketib qoldim. Svarkachi 1,5 euro oylik, ishni bilish kerak, tajribali bo'lish kerak. Keyin MDF eshigi bo'yicha, ya'ni MDF eshiklari korobkada kelar ekan, yig'ib o'sha joyni, o'sha vizit bo'yicha borasizlarmi, o'sha zavod xohlasa zavodga beradi, xohlasa o'sha qo'ng'iroq bo'yicha vizit bo'yicha borib o'sha yerda yig'ib berib, hop, ochiq-mochiqni qo'yib, ruchka hamma narsani qo'yib o'rnatib berilar ekan. Hop, oylik maosh 1600 dan 1800 evrogacha vizitga qarab chiqar ekan, xullas kalom. 3 yillik shartnoma bo'yicha, bu ham shu 6 oylik naqa bo'ladi, tajriba bo'lar ekan, xullas kalom. Chalg'ib ketyapman, xafa bo'lmaysizlar. Tak, zerikarli gapirayotgan bo'lsam, xullas muddati 6 oy bo'lar ekan. Hop, shu hozirgi kunda, hozirgi vaqtda qo'limizda bor ishlar shu. Qo'shimcha B kategoriya bo'yicha stroyka sohalarida ham ishlarimiz yetarli. Oldingi videolarda qo'yilgan. Yo bo'lmasa sizlarda qandaydir tajribalaring, o'zlaring sohalaring bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Shu sohalaring bo'yicha agentimizga murojaat qilib, ishlarimizni topib beramiz. Biz agentimiz hech qanday O'zbekistondagi agensiya yoki konsalting firmalar emas, ochiqni aytib qo'yadi. Shu yerda o'zini mesnisi, o'zini fuqarosi, hujjatlarni, priglashini hammasini qilib beradi. Yashirish kerak yo'q, ochiqni aytib qo'ya qolamiz. Kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Videomiz uzun bo'lib ketdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.